Kamera. Radar. Jarima. Hozir hayotimiz shu bilan bog'liq bo'lib qoldi. Men bitta gapni aytaman. O'rtoqlar, statistikani siz bilasizmi? Statistikani o'sha qarorini chiqarayotgan odamlar biladi juda ham. Statistika bu nima? Bir yilda nechta odam vafot etyapti avtohalokatdan? Qancha odam jarima qilyapti? Qancha odam krasniy svetda o'tib ketyapti? Ana shularning statistikasini bilasizmi? Qancha odam o'layotganini bilasizmi shu? Agar jarima bo'lmasa, kamera bo'lmasa, radar bo'lmasa. Alloh rozi bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Murod aka Xonto'rayev ham skorost baland avariyaga uchrab vafot etganlar. Bunaqa avariyadan nechta bir yilda bo'lyapti. Voyaga yetmaganlar mashinalarini olib, arendaga olib, Instagramga qo'yaman deb skorostni balandda qilib, gazni bosib o'lib ketayotganlar nechta. E'tibor berib qarasangiz agar krasniy svet bo'ladimi, yashil svet bo'ladimi, hech kimning farqi yo'q. Bosib ketishyapti. Iloji bo'lsa har bir svetoforda, har bir peshixodniy zonada kamera turishi kerak. Peshixodni hurmat qilyapmizmi? Ustiga bosib o'tib ketyapmiz. Agar kamera bo'lsa-chi, peshixodni o'tkazib, keyin o'zimiz haydaymiz, to'g'rimi? Qizil svetoforda turibman. Yo'ldan peshxod o'tyapti. Bitta jentra kelib, biladi ana shu yerda kamera yo'q. 120 kamera o'tib ketdi shunday. Yon tarafimdan shuni o'tib ketdi. Hali ham o'sha peshxod o'tayotgan o'shani yo'liga tushmagan ekan. Bo'lmasa 3 kishining hayotiga zomin bo'lardi. Xo'p, endi jarima muhimmi? Kamera, radar muhimmi yoki odamning hayotimi? Agar eplolmasangiz jarima to'lashni qonunga qarab haydang. Jarima to'lagingiz kelmasa, radarga tushgingiz kelmasa, qonunga qarab haydang. 12 ballik sistema deyapti. O'shanda ham tushuntirishyapti, xodimlar tushuntirishyapti. 12 ballik sistema bu tolka tagda qachonki gay xodim ushlab shtraf yozsa, o'sha holatda sizga bal yoziladi. Kameraga tushsangiz, radarga tushsangiz, bu holatda sizga bal yozilmas ekan. Shu taraflarni o'ylaylik. Menga desa 1000 ta kamera bosib ketsin. Men har kuni yuraman ko'chada. Allohga shukr. Oilamni o'ylayman, ota-onamni o'ylayman. Yaqin do'stlarimni o'ylayman. Nima sababdan? Ularning nonini yarimta qilgim kelmaydi. O'shaning uchun men qonun bo'yicha yurib, 60 qo'ygan joyda 60 da yuraman. Kamera bo'lgan joyda kamerada yuraman. Peshxod bo'lgan joyda peshxodni o'tkazib, o'shandan keyin yuraman. Chunki xohlamayman yarimta nonimni davlat hisobiga o'tkazishni yoki jarima qilishni, to'lashni. Yana o'zim sog', oilamga qaytaman. Shu jarimalarni gapirib chiqayotgan odamlar o'zlaringiz bir o'ylab ko'ringlar. Men mashinada ketyapsizlar. Случайно chorrahada ketyapsizlar, siz yashilda o'tyapsiz. Lekin atrofdan qizilda bitta jentra kelyapti, qattiq skorozda sizni kelib uryapti. Shu yerda siz ham mashinadan ayrilyapsiz, ham hayotingizdan ayrilishingiz mumkin. Lekin o'sha kelib sizni urgan mashinada tirik olib yana hayotini davom ettirish mumkin. Ana shu taraflarni o'ylash kerak. Ko'paysin kamera, ko'paysin radarlar. Odamning hayoti bitta muhim. Jarima to'lagingiz kelmasa, mashinangizni soting. Peshkom yuring, avtobusda yuring, metroda yuring. Jarima to'lagingiz kelmasa, Matiz olib mining. Tez yuradigan mashinadan voz keching. Chunki komfort mashina baribir komfort mashina. Uni bir gazini bosganingizda u 200 ga ko'tariladi, sezmay qolasiz. Iltimos sizlardan har bir
tangani ikki tarafi bo'lganda yaxshisini ham o'ylash kerak, yomonni ham o'ylash kerak. Statistika bo'yicha Janubiy Koreya prestupnost bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Kam foizli, eng kam foiz prestupnost Janubiy Koreyada ekan. O'zi shunda o'rishib qarasangiz agar, shunaqa ham kamera to'lib ketgan, qadam bosa olmaysiz. O'g'rilik qilasizmi, urush, janjal, mashina qilib borib urasizmi, nima qilsangiz ham shu har bir qadamingizda kamera turadi. Siz o'ylaysizki, o'sha odamlar rozimi shu narsadan? U odamlar ham rozi emas, lekin baribir hayot go'zal bo'lishi uchun, odamlarni joni sog' bo'lishi uchun shu ishlarni o'ylab topishgan. O'sha uchun hozir prestupnost, jinoyatchilik eng kam miqdorda Janubiy Koreyada. Birinchi o'rinda turadi shu bo'yicha. Shu taraflarni o'ylaylik. Biz jahon bozoriga chiqyapmiz. Jahon bozoriga chiqamiz deyapmiz. U yerni u jahon bozorida normativ bor, o'zini normativlarga biz javob berishimiz kerak. Yaponiya